Qalbingizni shu kabi narsalar bilan to'ldirganingizda siz o'zingiz uchun boshqa bir dunyoni ochasiz. Musiqani harom yo'nalishi ham bor, joiz yo'nalishi ham bor. Buni ko'pchilik tushunmaydi. Bu musiqachilarning qandayligi. Sahna ortida bu kimsalar nimalar qilayotganlarini odamlar bilishmaydi. Hozirgi kunda shariatga ziddi ko'pmi, shariatga muvofiqi ko'pmi desa, shariatga ziddi ko'p. Bu kimsalar olomon ichidaligida bunchalik baqirishining sababi bor. Ular o'zlarining ijrolari va boshqa aqlga sig'mas harakatlari uchun jinlardan bo'lgan yordamchilardan foydalanishadi. Aksariyat inson esa bu narsani bilmaydi. Bu boshqa bir olam. Ayniqsa ko'plab musulmonlar bunday haqiqatlarga befarq qaraydilar va bu odamlar o'ylaganlaridek zararsiz, yaxshi bir narsalar emas. Yo'q. Allohdan uzoqlashtiradigan bo'lsa, bu musiqani biz halol deya olmaymiz.